Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalar fanidan maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi uchun o'yin va uning turlari mavzusida ochiq darsimizni bo'lib o'tadi. Ushbu darsning rejalari quyidagilar: o'yinning kelib chiqish tarixi, ikkinchisi ijodiy o'yinlar, uchinchisi qoidali o'yinlar va to'rtinchisi sahnalashtirilgan o'yinlar va qurish yasashga doir o'yinlar. Avvalo biz o'sha o'yinning kelib chiqish tarixiga nazar solamiz. O'yinning kelib chiqish tarixi uzoq tarixga borib taqaladi. Uni biz bemalol 3 ta davrga bo'lib olishimiz mumkin. Xususan qadimgi davrga yuzlanadigan bo'lsak, qadimgi davrda o'yinlar dastlab ovchilik, mehnat, marosimlarni o'rganish uchun qo'llaniladigan o'yinlarni olishimiz mumkin. Bunda o'sha qoidali o'yinlarni yoki o'yinlar jarayonini aynan o'yin deb olinmagan, bu narsani mehnat sifatida ko'rishgan va ovchilik jarayonida yoki mehnat qilish jarayonida yoki o'sha shamanlarning o'zlarini olib boradigan faoliyatlari jarayonida bolalar ularga taqlid qilish asosida o'yinlar tashkil qilishgan va o'sha o'yinlar asosida bolalar o'zlariga yangi ko'nikmalarni shakllantirib boraverishgan. Bundan tashqari o'yinlar haqida Platon, Aristotel o'yinni tabiiy bilim olish shakli deb atagan. Darhaqiqat o'yinlar haqiqatdan ham o'sha tabiiy bilim olish shakli hisoblanadi. Chunki bolalar bu davrda taqlid qiladi va o'ynash jarayonida yangi malakalari shakllanib boraveradi. Ikkinchi davrimizni biz 19-asr, ya'ni Frebel davri deb olishimiz mumkin. Ushbu davrda Frebel o'zining bolalar bog'chasini tashkil qilishi va ushbu bolalar bog'chasida o'zining olti tuhfasini yaratishi bilan o'z nomini oqlab beradi. Ya'ni bunda o'yinda bolalar bemalol faoliyatlarni amalga oshiradilar. O'yinlar jarayonida bolalar o'rganishni istagan narsalarni o'rganib boradilar va o'yin orqali tabiatni, jamiyatni va o'zini anglaydilar. Xo'p, keyingi davrimizni biz 20-asrni olishimiz mumkin. Ya'ni 20-asr psixologik yondashuv davri. Ushbu yondashuv davrini bemalol biz hozirgi jamiyatimizda teng keladigan davrni hisoblashimiz mumkin. Ya'ni endi bu davrga keladigan bo'lsak, Piaget, Vygotsky va bundan tashqari bemalol Brunnerni, Grossni, Montessorini va Erkoninni o'z psixologiyasini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ushbu davrda Brunnerning fikriga ko'ra o'yin bolaning aqliy tajriba maydoni deb bilgan. Haqiqatan ham bolalar o'yin jarayonida kognitiv rivojlanishni isbotlab berganlar va o'sha isbotlanish jarayonida bolalar aqliy rivojlanishi va aqliy o'sha o'zlariga kerakli bo'lgan bilimlarni olishi natijasida bolalar o'zlariga kerakli bo'lgan jamiyatdagi, davlatdagi yoki o'sha hayotdagi bo'ladigan ma'lum bir voqea hodisalarni anglab yetganlar. Grossga to'xtaladigan bo'lsak, o'yin bu instruktiv tayyorgarlik. Haqiqatdan ham bola o'z o'yini jarayonida nimalargadir tayyorgarlik ko'radi va buni Gross o'zining tadqiqotlarida isbotlab berdi. Elkonin o'sha o'yin psixologiyasi asarida o'yin bola tafakkurining shakllanish vositasi deb atagan. Va bundan tashqari Montessoriga yuzlanadigan bo'lsak, Montessori bola o'ylab emas, ishlab rivojlanadi. Ammo ish uning o'yinidir deb aytganlar. Keyingisi ikkinchi rejamizga to'xtaladigan bo'lsak, qoidali o'yinlar. Har bitta jarayonda o'z qoidasi bo'lgandek, o'yinlar jarayoni ham o'z qoidasi bo'ladi. O'yinlarni birdaniga biz ikkita katta turkumga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni ijodiy o'yinlar va qoidali o'yinlarga. Qoidali o'yinlarga to'xtaladigan bo'lsak, aniq bir qatnashuvchilari ma'lum bo'lgan, ma'lum bir qoidalarga asoslanadigan o'yinlarimizni biz qoidali o'yinlar deb ataymiz. Qoidali o'yinlarda oldindan belgilangan qoidalar mavjud bo'lishi, diqqat, tezlik, fikrlash, jamoaviylik rivojlanishi va g'olib va yutqazuvchilar aniq bo'lishi bilan aniq strukturaga ega hisoblanadi. Bundan tashqari, qoidali o'yinlar didaktik, musiqiy, harakatli qoidali o'yinlarga bo'lishimiz mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bemalol didaktik, musiqiy, harakatli o'yinlardan foydalanamiz va ushbu o'yinlar jarayonida bolalarni kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirib boramiz.
Qoidali o'yinlarni bola shakllanishidagi ahamiyati. Bolalarga qanday qilib qoidali o'yinlarni shakllantirish ahamiyati bor deb hisoblaymiz? Bunda bolalar tartibga, intizomga o'rganadi. Ya'ni ma'lum bir qoidani to'g'ri bajarishi yoki do'stlari bilan birgalikda hamkorlikda ish qilishi, o'sha ishni to'g'ri bajarish kerakligini aynan qoidali o'yinlar jarayonida o'rganib boradi. Bundan tashqari, mantiqiy va tez fikrlashni rivojlantiradi. Ya'ni qoidali o'yinlarda yutish bor va albatta yutqazish bor. Bu yerda endi yutish uchun bola tezroq fikrlashi kerak va o'sha fikrlash jarayonida bolalar mantiqiy o'ylashni ham shakllantirib boradi. Bundan tashqari, ijtimoiy muhitda bola harakatlanishini va o'zini tutishni o'rganadi. Ya'ni jamoada, atrof muhitda o'zini qanday tutish kerakligini qoidali o'yinlar asosida o'rganib boraveradi. Xo'p, ana endi ijodiy o'yinlarga to'xtaladigan bo'lsak, ijodiy o'yinlarga biz sahnalashtirilgan o'yinlar, qurish yasashga doir o'yinlar va syujetli rolli o'yinlarni olishimiz mumkin. Ijodiy o'yinlar o'z nomi bilan bolaning ijodiy fikrlashini, ijodiy qobiliyatlarini, ijodiy o'sishini yuksaltiruvchi o'yinlarimiz hisoblanadi. Ijodiy o'yinlarda hech qanday qoida bo'lmaydi va bunda bolalar o'z ijodiy namunasini yaratib beradilar. Xo'p, ijodiy o'yinlarni bola shakllanishidagi ahamiyati. Tasavvur va fantaziya rivojlanadi. Albatta, har bitta o'yinimizda bolaning tasavvuri va fantaziyasi rivojlangandek, o'sha ijodiy o'yinlarimizda ham bolalar o'z olamini yaratib, bunda syujetlarni, rollarni o'zlari taqsimlaydilar va o'zlari ijod qilib beradilar. Bundan tashqari, nutq, muloqot ko'nikmalarini kuchayib boradi. Qanday qilib? Ya'ni ijodiy o'yinda o'zlari o'ylab topgan gaplarni gapiradilar va buni to'g'ri, ravon gapirishda bolalarga yordam sifatida ularning rollari keladi. Keyingisi ijtimoiy emotsional o'sishiga yordam berishi, o'z hissiyotini ifodalashi, boshqalarni tushunishi va boshqalarning fikriga to'g'ri javob qaytarishi bu bolalarning emotsional o'sishiga yordam berishdan dalolatdir. Sahnalashtirilgan o'yinlar. Sahnalashtirilgan o'yinlar, ushbu rejamizga to'xtaladigan bo'lsak, sahnalashtirilgan o'yinlar orqali bolalarning ijodiy qobiliyatlari to'liq rivojlanadi. Ya'ni bola o'zlari sahnalashtirilgan o'yinlari yordamida ijodiy faoliyatlarni yuksaltirib beradilar. Bunda tasavvur va ijodkorlik rivojlanadi, ijtimoiy rollarni o'rganadi, nutq va muloqotni rivojlanadi hamda albatta hamkorlikdagi o'ynashni bolalar o'zlarida ko'rsatib beradilar. Aynan sahnalashtirilgan o'yinlarda bolalar o'sha empatiya, muloqot madaniyati va muammolarni hal qilish ko'nikmalari albatta shakllanib boradi. Qurish yasashga doir o'yinlarimizga to'xtaladigan bo'lsak, qurish yasashga doir o'yinlarimiz bolalarimizni sevimli o'yinlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda qurish yasashga doir o'yinlarimiz ko'proq bolalarning mayda motorikasini rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar. Albatta, qurish yasashga doir o'yinlarimizni biz oladigan bo'lsak, oddiygina o'sha legolarni oladigan bo'lsak, bolalarimiz legolardan to'g'ridan-to'g'ri chiroyli narsalar yasab beryaptilar va bu narsa bolalarni o'sha qurish yasashga doir bo'lgan ko'nikmalarini va malakalarni shakllantirib boradi. Bundan tashqari, texnik tafakkurni shakllantiradi, mehnatsevarlikni va albatta sabrni shakllantirib beradi, muhandislik va dizayn ko'nikmalarini shakllantiradi. Chunki bu yerda albatta ranglar va shakllar o'z aksini topgan hisoblanadi. Mantiqiy fikrlashni, rejalashtirishni va estetik didni ushbu o'yinlar yordamida shakllantirishimiz mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'yinlarimiz bolalarimizni rivojlanishida katta ahamiyatga egadir. Ayniqsa o'sha ijodiy va qoidali o'yinlar bolalarning emotsional rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Va bola shaxsiga yo'naltirilgan yondashuvda o'yin bolaning individual qiziqishlari, ehtiyojlarini inobatga olib, erkin fikrlashini, mustaqil fikrlashini va o'zini ifoda etishini ta'minlab beradi degan umiddamiz. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.